هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Neml tefsiri 15. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Neml suresi 15. ayetinden başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz hakikaten Davud'a, Süleyman'a dünya ve din ilimlerden keng ilim ata kıldık. Ula etti. Cemi hamd sana bizni nurgun bendilerden artık kıygan Allah xastır. Süleyman peygamberlikte, ilimde, padişahlıkta atısı Davud'a varislik kıldı. O, ey insanlar, bizge kuşlarının tili təlim verildi. Dünyanın nimetlerinden hemmenesi ata kılındı. Bu elbette Allah'ın roşen ihsanıdır dedi. Süleyman'ın cinladın, insanladın ve kuşladın boğan koşunları toplandı. Süleyman aleyhisselam ulağının aldıda debdebe bilen manattı. Ula tertiplik orunlaştırılgan idi. Ula Şam'daki bir çömülüle vadısıga yetip kelgende bir çömülü etti. Ey çömülüle, uvularınlağa kirip gitinla, Süleyman ve onun koşunu ıkmastın silahını yencü etmesin. Süleyman çömülünün sözüdün tebessüm kılıp küldü ve etti. Rabbim, sen beni, bana ve ata-anamga bergen nimetinge şükür kılışka, sen razı boladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmetin bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. Davud aleyhisselam bilan Süleyman aleyhisselamning qissasi. Süleyman aleyhisselamning askarlarining tertiplanishi ve onun çömülle vadisinden ötüş doğrusida. Allah Teala bu ayette bendisi ve peygamber boğan Davud aleyhisselam bilen onun oğlu Süleyman aleyhisselamlağa kattı nimetlerini, nurgun neslerini ve çıraylık sübetlerini, yani dünyalıkta güçlük ve kattı padişah kılış, dinde peygamber ve dinini yetkiziş vazifesini tapşırış bilen dünya ve ahiretinin baxt saadetini birgi berişten ibaret kattı nimetlerini ata kılganlıqdan haber berdi. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Biz hakikaten Davud'a, Süleyman'a dünya ve din ilimlerden keng ilim ata kıldık. Ula etti. Cemi hem de sana bizni nurgun bendilerden artık kıygan Allah xastır. Süleyman peygamberlikte, ilimde, padişahlıkta atısı Davud'a varislik kıldı. Yani Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselam'a padişahlıkta ve peygamberlikte varislik kıldı. Süleyman aleyhisselamның Davud aleyhisselam'a boğan varisliği hergizmi mal mülükte boğan varislik emestir. Eğer bu varislik mal mülükte boğan varislik boladigan bolsa, Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselamның ballarının içinden bu varisliği yalğız özüle has kılınmagan boladı. Çünkü Davud aleyhisselamның 100 ayalı var idi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şuna bu varislikten padişahlıkta ve peygamberlikte boğan varislik göz tutuldu. Hem de peygamberlerinin mal mülkleri onun mirasxo'rlarga taqsim qilinib berilmaydi. Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Biz peygamberlerinin guruhi miras kaldırılganlardan
qilinmaymiz. Biz qo'yib ketgan mol mulklar sadaqa hisoblanmaydi. Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi dedi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom o'ziga Alloh taolaning katta podshohlik va kuch-qudrat berganligidan iborat ne'matlaridan xabar berdi. Hatta Alloh taolo uning inson, jin va qushlarni bo'ysundirib berdi. Uni qushlarning va hayvonlarning tillarini bilalaydigan qildi. Alloh taolo va uning payg'ambarining bizga bergan xabarlaridan bilishimizcha, bu hech bir odamga berilib boqmagan alohida bir ishdir. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga havodagi qushlarning va har turli hayvonlarning o'zaro so'zlashadigan tillarini bildirdi. Subhanalloh. Şuna Sulaymon alayhissalom mundaq dedi. Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Ya'ni bizga bir podshohga keraklik bo'ladigan hamma narsa berildi. Sulaymon alayhissalom bu albatta Allohning ro'shan ehsonidir dedi. Ya'ni bu Alloh taolaning bizga bo'lgan oshkora uchuq marhamatidir. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdabi bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ya'ni Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom katta bir qo'shinning ichida mangdi. İnsanlar Sulaymon alayhissalomga yondashib mangdi. Jinlar insonlarning keyindi mangdi. Qushlar bo'lsa Sulaymon alayhissalomning üst tarafidan mangdi. Agar havo issa, qushlar qanotlari bilan uningga soy tashlaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ya'ni ularning birining o'ziga belgilab berilgan minish o'rnidan ilgarilab ketib Sulaymon alayhissalomning oldiga o'tib ketib qolmasligi uchun qo'shinning oldida mang'anlar keyindagilarning istiklab ketishini to'sib mang'atdi. Mujahid xuddi hozirgi davrdagi podshohlar keyindagilarning oldiga ilgarilab chiqib ketishining oldini olish uchun mang'allarni keyniga ittirib saplarni ratlaydiganlarni o'rinlashtirgandek, Sulaymon alayhissalom har bir turdagi hayvonlarga ularning oldida ularni keyniga ittirib tizginlab turadiganlarni o'rinlashtirdi dedi. Ular Şam'daki bir çümüliler vadisiga yetib kelganda, ya'ni Sulaymon alayhissalom qo'shinlar bilan çümüliler jilg'isidan o'tganda bir çümüle aytdi. Ey çümüliler, ularinglarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqmasdan sizlarni yanjib etmasin. U Sulaymon alayhissalom çümülining degan gapini tushunib, Sulaymon çümülining so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi. Rabbim, sen meni manga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmeting bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. Ya'ni Sulaymon alayhissalom, sen mening qushlar ve hayvanlarning tilini bilishdan iborat ne'matlarni menga berganligingga, ota-onamga islomni va iymonni berganligingga shukr qilishimga nisb qilsang, sen xursand va rozi bo'ladigan yaxshi amal ibodat qilishimda uftuqlik qilsang, jinimni olgan vaqtingda meni yaxshi bandalaring va sana eng yaqin bo'lgan yuqori darajadagi kishilarning qatoriga kirgizsang dedi. La ilahe illalloh Muhammed Resulullah.
u qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Manga nim bo'ldi? Höpöpni ko'mayman-ku. Ya u yo'qolib ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini oqlayman." Yo'qolib ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. Höpöpning yo'q bo'lib ketishi to'g'risida. Mujahid, Said ibn Jubayr va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Höpöp Sulaymon alayhisalomni suv bo'yiga boshlab opiradigan ko'rsatkichi edi. Sulaymon alayhisalom cho'l jazirada bo'lganda Höpöpni chaqiratdi. Höpöp Sulaymon alayhisalomga yer ostidagi suvni xuddi inson yer yuzidagi ochiq turgan narsani ko'rgandek ko'rib beradi va u suvning yer yuzidan qanchalik cho'nqurlikda ekanligidan xabar beradi. Höpöp Sulaymon alayhisalomga suv bo'yini ko'rsatib bersa, Sulaymon alayhisalom jinlarni shu yerni ko'lab suvni chiqarishga buyurdi. Bir kuni Sulaymon alayhisalom bir cho'lda Höpöpni izlab, barliq qushlar orasiga ko'z yugurtib chiqdi. Lekin Höpöpni ko'ziga chiliqtirmay, u qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Manga nim bo'ldi? Höpöpni ko'mayman-ku. Ya u yo'qolib ketdimi?" dedi. Bir kuni Ibn Abbas kishilarga mush to'g'riliq so'zlab beryotdi. Kishilarning ichida Nafi ibn Azraq ismli bir xavarij bor bo'lib, bu xavarij Ibn Abbasning so'zlariga to'liq qarshilik bildirdi. Ibn Abbas shu gaplarni qilayotganda u xavarij Ibn Abbasga: "Ey Ibn Abbas, to'xta. Bugun sen so'z tutilding" dedi. Ibn Abbas: "Qaysi so'z tutildim?" dedi. U: "Sen Höpöpni yerning ostidagi suvni ko'rib beradi" deding. Undaqda bir kichik bola basmoqqa don selib, basmoqning ustiga to'p chechib qo'ysa, Höpöp donni elish uchun basmoqqa tushsa, uni bola tutib ola ekan-ku dedi Ibn Abbas. Agar bu kishi berib Ibn Abbasga raddiya berib tutib oldim deb yurmaydigan ish bo'lsa, men buningga hargiz javob bermaydim dedi. Men uningga qarab: "Voy sana, agar Alloh taolaning o'rinlashtirg'ini kelsa, ko'z ko'rmas bo'ladi va qo'rqinch yo'q bo'ladi" degan javobni berdi. Xavarij Ibn Abbasga: "Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, buningdan keyin sen bilan Qur'onning biror masalasi to'g'risida hargizmi munozirlashmayman" dedi. Ya'ni bu ish Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'lgandir. Alloh taolo Höpöpni shunda qilishga o'rinlashtirgan bo'lg'achqa, Höpöp yer ostidagi suvni ko'ra oladi demoqchidir. Uni cho'qim qattiq jazolayman. Amash Ibn Abbasning Sulaymon alayhisalom bu so'zidan uning tuklarini yungdayman demoqchidir deganligini rivoyat qildi. Abdullah ibn Shaddad Sulaymon alayhisalom bu so'zidan uning tuklarini yungdayman va uni kun ostiga tashlab qo'yman demoqchidir dedi. Shuningdek, ko'plagan salaf olimlarimi Sulaymon alayhisalom Höpöpni yungdab cho'millarning yeyish uchun tashlab qo'ymoqchi bo'ldi dedi. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya'ni uni cho'qim o'ltiraman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi, ya'ni ochiq bir sabab keltirdi. Sufyan ibn Uyayna va Abdullah ibn Shaddad mundaq dedi: Höpöp qaytib kelganda qushlar uningga: "Qanday xabar elib kelding? Sulaymon qiningni nazar qilyapti, ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'ldi" dedi. Höpöp: "Sulaymon meni o'ldirishdan boshqa jazoning gapini qildimi?" dedi. Qushlar: "Ha, u
uni cho'qim qattiq jazolayman, ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qolib ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi dedi deyishdi. Öpüp undaq bo'lsa qutulib qolg'idekman dedi. Uzoq o'tmay öpüp keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Saba'dan, yani Yemendeki Saba şehrinden bir muhim haber ilip geldim. Men hakikaten ulağa, yani Saba ahalisiga bir ayalının, yani Bilqis'nin padişahlık kılıvatkanlıkını köydüm. Onunla özüge ve saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U çoğ erişki ega ekan. Onun ve kavminin Allah'ını koyup Quyoshga cho'qinayotganligini, Quyoshga cho'qindiganligini bayqadim. Şeytan ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib Quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlig'ichi, sizlarning yo'shurun va oshkor ishlaringlarni bilib turg'ichi Allohga sajda qilmaydi. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. O büyük erişinin Rabbidir. Höpüp'nin Süleyman Aleyhisselam'ın aldığı kelgenliki ve onun Saba şehrinin haberini yetkizgenliki doğrusuda. Uzak ötmey Höpüp geldi. Yani Höpüp azraq vaqtlı yuqab ketip, kelip Süleyman Aleyhisselam'a mındak dedi: Sen bilmegen işini bilip geldim. Sana men Saba'dan, yani Yemen'deki Saba şehrinden bir muhim haber ilip geldim. Yani men sen ve senin askerlerin bilmegen bir işini bilip geldim. Sana men Yemen'nin Saba şehrinden işençlik ve muhim haber ilip geldim dep mundaq dedi: Men hakikaten ulağa, yani Saba ahalisiga bir ayalının, yani Bilqis'nin padişahlık kılıvatkanlıkını köydüm. Hasan Basri mundaq dedi: U ayal Şerahil'nin kızı, Saba şehrinin padişahı Bilqis idi. Onunla özüge ve saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U çoğ erişki ega ekan. Yani u ayalga dunyolikda kuchlik ve padişah ihtiyaclık bo'ladigan hamma narsa berilgan ekan. Ve onun o'ltiradigan oltin ve unchi marvoyatlar bilan bezalgan nihoyatda cho'ng bir taxti bor ekan. Tarixshunoslar mundaq bayon qildi: u taxt nihoyatda egiz ve mustahkam selingan katta bir saroyning ichida edi. U sarayning sharq tarafida 360 tane ve g'arb tarafida 360 tane yug'ruq tushadigan yumaloq shakllik derizi bor edi. Sarayning selinish shakli her kuni kun chiqqanda kunning yo'riqi sarayning ichiga bir derizidan kiradigan ve kun kirib ketganda yana bir derizidan kiradigan shaklda edi. Ular kunga atiganda ve kechda sajda qiladi. Şuna öpüp mundaq dedi: Onun ve kavminin Allah'ını koyup Quyoshga cho'qindiganligini bayqadim. Şeytan ularga qilmishlarini, yani Allah'ını koyup Quyoshga cho'qinganligini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi ve zimindagi sirlarni oshkorlig'ichi, sizlarning yo'shurun ve oshkor ishinglarni bilib turg'ichi Allohga sajda qilmaydi. Yani ular sajdini yulduzlar ve uningdan boshqa narsalarga emas, shirki yo'q osmon ve zimindagi hamma yo'shurun narsalarni bilguchi, bandalarning yo'shurun ve oshkor so'z ve ish harakatlarini bilib turg'ichi bir Allohga qilishdan iborat haq yo'lni bilmaydi. Allah Teala secdini başka narsalarga emas, bir Allah Teala'ga qilishga buyurup mundaq dedi: Kechi bilan kunduz, kun bilan ay Allah'ning birligini ve kudretini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar.
ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Alloh taolo bandalarining oshkora va yo'shurun gap so'z va ish harakatlarini biladiganligi haqida mundaq dedi. Sizlarning ichinglardan yo'shurun so'z qilgan, oshkora so'z qilgan, kechisi yo'shurungan, kunduzi oshkora yurganlarning hammasi Allohga ochiq aytganda, Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turdi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arshning Rabbidir. Ya'ni aslida ibodat qilinadigan zot uningdan boshqa iloh bo'lmagan, yaratgan narsalarining ichida o'zidan cho'ngi bo'lmagan katta arshning Rabbi Alloh taolodir. Öpüp yaxshilikqa, shirki yo'q bir Allohga ibodat va sajda qilishga chaqirganligi uchun kishilarning uni o'ltirishi cheklandi. Bu haqda İmam Ahmad, Abu Davud ve İbn Majah qatorliqlar Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Cümüle, Hasal Harisi, Höpüp ve Sureddin ibaret 4 xil canavarını öldürüştün tostu. Süleyman etti. Sen rast devatamsen ya yalgan mı? Qaraymiz. Bu xitimni ilip berip ulağı taşlığın. Andın uladın neriroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qandoq javob qaytaradiganligiga qarag'in. U ya'ni Bilqis aytdi. Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga akavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. Süleyman aleyhisselamның Bilqisga yazgan xati to'g'risida. Allah Teala öpüp Süleyman aleyhisselamga Saba shahrining odamlari va uning podshohi haqida xabar yetkazganda Süleyman aleyhisselamның öpüpki degan so'zidan xabar berib mundaq deydi. Sen rast devatamsan ya yolg'onmi? Qaraymiz. Ya'ni sen yetkizgen bu xabaringda rastçılmı yoki sana berishni va'da qilgan jazoimdan qutulish uchun yolg'on aytyotamsan? Qaraymiz. Bu xitimni ilib berib ularga tashlag'in. Ondan ulardan neriroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qandoq javob qaytaradiganligiga qarag'in. Aslida Süleyman alayhissalom Bilqis va uning odamlariga bir parcha xat yozgan bo'lib, uni Höpüpning yetkizib berishiga bergan. Ba'zi rivoyatda Höpüp xatni qushlarning odati bo'yicha qanotida ko'tarib borgan deyilsa, ba'zi rivoyatda Höpüp xatni tumushqi bilan ko'tarib borgan deyildi. Höpüp ularning shahriga yetib kelganda Bilqisning sarining Bilqis o'zi yolg'iz o'ltiradigan yeriga kirib, xatni uning oldiga bir to'shikdan tashlab qo'yib, adab ve hürmetleş yüzüden bir chetga berib turdi. Bilqis xatni ko'rib hayron qoldi ve qo'rqdi. Ondan xatni ilib o'qidi. Xatning mazmuni mundaq edi. Nihoyat shafqatlik ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga kavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. Shuning bilan u qishig'a vazir uzralarini ve devlet çoğunlarını çağırtıp ulağa özüge bir Höpüpning xat ilip gelip taşlap berip edeb yüzüden bir chetda berip turganligini, bunun padişahlarning birersiningmi qilolmaydiganligini ve qilishqimi mumkin bo'lmaydigan bir ish ekanligini deb xatni ular o'qib berishni boshlab, Bana hakikaten Süleyman'dan bir parça kıymetlik xat geldi. Onun mazmunu şu ki, nihoyat shafqatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Sizlar bana hakavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar debdi dedi. Shuning bilan ular bu xatning
Allah Taala'nın Peygamberi Süleyman Aleyhisselam'dan kelgan xat ekanligini ve onunğa özlerinin taqabül turalmaydiganligini tonub yetdi. Bu mazmuni qisqa, fasahatlik ve nihayeti edebi qilib yozilgan xat edi. Xat özüdeki aşu qisqigina so'zi bilan barliq maqsadni ular ifodalab bergan edi. La ilahe illalloh Muhammed Resul. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Neml tefsirinden 31. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.